Sirdaryoda abukamga shart mashqxonada hozir 10 ta prisidaniya qilasiz. Umuman muammo. Ustingizga men chiqib olgan bo'laman. Davay. Qarang, meni tushirib yorsangiz yoki menga zarar yetkazsangiz yutqizgan hisoblanasiz. Davay. 5 ta. 10 ta. 5 ta. 10 ta. Hop. 1. Voy. 05 u bu. Sonim katta, oxirigacha o'tira olmayman-ku. Men tushsam o'tira olasizmi oxirigacha? Bilmayman. O'tira olasizmi? Bo'pti, ketdi. Ana bir. 2. 3. Abuka. O'zini men chiqdi. Azim akamni chiqarib yormaymanmi? Kim birinchi tush o'ynaymizmi? Ketdimi? Yo. Ketdimi? Mendan ko'ra siz yomon o'yin qilasiz, bilasizmi? Boshingizga tushaman, putim bilan. Qarasam, balanda. Boshingiz pachoq bo'ladi. Shamolga qarshi kurashyapman. To'xtatasizmi? O'zim to'xtatmayman. Mana shu 4 ta Azim akam chiqadi ustingizga. Yo'q. Men qo'rqyapman, men o'zim chiqib oldim. Ahmoqga o'xshab. Siqilasiz. Aka. Hop, ikkita qoldi. Xohlasangiz to'xtating, yutqizdim devoring. Yo'q. Akasini qo'ygan qoldi. Aka. Men to'xtatmayman, sen chidaver bo'l. Voy, svet o'chdi. O'sha aka bexosiyatlik boshlandi, aka. Ketdi. Dakansi. Aka ketdi qo'yas. Aka. Men quvvatuvdim. Komment yozinglar, bu muvozanatga ushomadi-ku, to'g'rimi? Aka, siz qaltiradingiz, oyog'ingiz manbaga bo'lib ketdi. Mana yozishdim bo'pti. Bajara olmadingiz. Voy, yozinglar iltimos.